Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Sizlarga bugungi kunda Guliston tumanida qishloq xo'jalik sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Guliston tumanida 2025-yil hosili uchun jami 8,5 ming gektar maydonda g'alla ekilish rejalashtirilgan bo'lib, rejalashtirilgan maydondan 1000 gektar chorva oziqasi uchun, 7,5 ming gektar maydon asosiy tovar don uchun yetishtirildi. Yetishtirilgan maydonlarda bugungi kunda o'rtacha 66-67 sentnerdan hosildorlik olinishi kutilmoqda. G'alla o'rimiga bugungi kunda tumanda jami 35 ta kombayn, 17 ta otryad to'liqligicha shakllantirildi. Shakllantirilgan otryadlarga otryad rahbari va ichki ishlar xodimlari, favqulodda vaziyatlar xodimlari hammasi to'liqligicha biriktirilib, to'liqligicha otryadlar shakllantirilib, o'rimga shay holatga keltirildi. Paxta maydonlari bo'yicha aytadigan bo'lsam, Guliston tumanida jami 2025-yil hosili uchun 7000 gektar maydonda paxta ekilish rejalashtirilgan bo'lib, rejalashtirilgan maydon to'liqligicha ekib unib chiqdi. Bugungi kunda ekilgan paxta maydonlarida birinchi kultivatsiya ishlari yakunlanib, paxta maydonlarining birinchi oziqlantirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda 7000 gektar yer maydonidan qariyb 5200 gektar maydoni birinchi azotli oziqlantirishlar amalga oshirildi. G'alladan bo'shagan maydonlarda takroriy ekinlar ekilishi bo'yicha aytiladigan bo'lsa, bu g'alladan bo'shagan 8,5 ming gektar maydondan qariyb 7,5 ming gektar maydoniga g'alladan keyin takroriy ekin ekilish rejalashtirilgan bo'lib, rejalashtirilgan maydondan 1,5 ming gektariga takroriy ekin sifatida shol ekilish rejalashtirilgan. 4900 gektar maydoniga dukkakli don ekinlari va qolgan maydonlarga boshqa sabzavot va poliz ekinlar ekilish rejalashtirilgan bo'lib, takroriy ekinni ekishlarni sifatli tashkil qilish uchun tumanda 17 ta otryad tashkil etilib, 17 ta otryadda jami tumanda mavjud bo'lgan 33 ta haydov traktorlari va 40 nafar chopiq traktorlari va 40 nafar yuqori unumli selkalar biriktirildi va otryad to'liqligicha shakllantirildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotim shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.